Qizim Mubina 8 yoshdan beri ingliz tiliga qiziqadi. Qiziqishi baland bo'lgani uchun men uni Zinnur akademiyasiga berdim. Oksford maktabidan telefon qilib menga Mubinani yutganini aytishganda, menda juda ham katta hayajon bo'ldi. Assalomu alaykum. Men Ma'murjonova Saodat Ma'murjonovni Usmonova Mubinani oyisiman. Qizim Mubina 8 yoshdan beri ingliz tiliga qiziqadi. Ingliz tiliga qiziqishi baland bo'lgani uchun men uni Zinnur akademiyasiga berdim. Zinnurga berdilar. Keyin Nilufar ustoz bo'ldilar. Vashshe mehribon edilar. Umuman bizga yaxshi o'rgatdilar, yaxshi ta'lim berdilar. Ular sababli men shu yutuqlarga erishdim deb o'ylayman. Chunki ulardan boshqa hech kim meni o'qitolmagan. Shu paytgacha ingliz tili ustozlarim bo'lgan, lekin ular o'qitishga harakat ham qilmagan. Faqat vazifa bergan, shuni qilasan degan bo'ldi. U yerda ustozlardan bilim olib qizim xalqaro olimpiadalarda qatnashdi. 600 talik o'quvchilarning ichida 20 talik o'rindan birinchi o'rinni oldi. Xitoyga keyingi bosqich uchun yo'llanma oldi. Yangi maktabga o'tgandan keyin uyadagilar aytishdiki, "Seni biliming yaxshi ekan, qayerda o'qigansan?" deb savollar berishdi. Keyin aytdim, Zinnur akademiyasi dedim. Keyin biliming yaxshi, sen bunga qatnashing kerak deyishdi. Qizim Mubina Zinnurga kelishi bizga juda ham qulay manzilda joylashgani va bu yerda yaxshi darslar o'tilishi, ingliz tilidan o'qituvchilarni reytingi balandligi uchun men qiziqib mashqqa berdim qizimni. Men qizimni berganimdan bu yerda afsuslanmayman. Qizim shu darajaga yetishiga Zinnur akademiyasining ustozlarini juda ham roli katta. Zinnur akademiyasida ingliz tilini o'rganib qolmay, yana bu yerda qiziqishi baland bo'lganiga, ustozlarga juda ham mehri balandligi bo'lgani uchun, arab tilini o'rganishda o'zida xohish bo'lgani uchun Noibaxon ustozda fonetikani o'rgandi va undan keyin grammatikani ham o'rganib, Zinnur akademiyasida yaxshi natijalarga erishgan. Bundan keyin o'rganmoqchi bo'lgan tillarim bu rus tili, nemis tili, koreys tili, arab tilini mukammal o'zlashtirmoqchiman. Ingliz tili, ya'ni o'rganmoqchiman. Juda ham qiziqaman. O'zim shu tilga yapon tilini o'rganmoqchiman, xitoy tilini. Oyim ingliz tilini o'qisang zo'r bo'lasan deganlar. Menda qiziqish bo'lmagan, ishonmaganman, o'qib ko'raman deganman, o'qib ko'rganman, keyin qiziqqanman. Shu bilan davom etganman. Qizim 11 yosh bo'lishiga qaramay, o'zi juda ham bilimga chanqoq, juda ham tirishqoq qiz bo'lgani uchun ingliz tilidan olimpiadaga qatnashishni o'zi kelib aytdi. "Oyi, olimpiadaga qatnashmoqchiman" dedi. Men unga qatnashur deb aytdim. Lekin qatnashayotgan joyida "Onajon, men yutarmikinman, yo'qmikan" degan o'zida savol tug'ildi. Keyin men ona bo'lib unga aytdim, "Yo'q qizim, sen yutasan. Undan ham yaxshi natijalarga erishasan" deb men o'zim unga motivatsiya berdim qizimga. Nilufar ustoz yaxshi metodlar bilan o'tardilar. Qiziqarli o'tardilar. Masalan, boshqa ustozlar shunday mavzuni tushuntiradi, vazifani qil deydi. Ustoz bo'lsa bizga muzikalar bilan qanaqadir tarjimalar qilardi, bizga artikellar berardilar, birga tahlil qilardi. Hamma tahlil qilgandan keyin biz уже bilardikki, bu ustoz yaxshi bo'lib ketishimiz aniq. Yozda bo'ladigan olimpiadaga, Shanxayda bo'lib o'tadigan olimpiadaga qizim Xudo xolisa borib qatnashib, Amerikaga yo'llanma olib, Amerikadagi olimpiadada qatnashib, eng yuqori cho'qqiga erishishiga men qizimga ishonaman. Qizim yutganini o'sha Oksford maktabidan telefon qilib menga Mubinani yutganini aytishganda, menda juda ham katta hayajon bo'ldi. Men ona bo'lib yig'ladim, qizimni duo qildim. Men yutishiga bu darajada ishonmadim, lekin chunki 600 ta o'quvchi o'tdi, juda ham tilni biladigan bolalar edi. Qizim yutdim deganda men yig'lavordim. Keyin qizimga kelishini sabrsizlikdan poyladim. Uyga kelganda men qizimning medallarni ko'rib, sertifikatlarni ko'rib, qo'lidagi gullarni ko'rib, juda ham ona sifatida men ta'sirlanib, ko'zimga yosh keldi. Qizim shu darajaga yetganiga shukr qilaman. O'rganish shunaqangi qiyin bo'lgan. Imtihondan yiqilaverardim, lekin Nilufar ustoz ishonch bildiraverardilar, o'tasiz deb. Keyin qayta yiqilgandan keyin baba yana o'qishni davom etib, imtihonlardan ham o'tardim. Eng qiyin narsa speaking oson edi. Gapirish oson. O'zbekchasini qilib turib ingliz tilishga o'girish kerak edi. Men eng ko'p qiynalgan narsam listening bo'lgan. Keyin 2 yil 3 yil davomida 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 2
Readingda savollar berilardi, o'shanga rosa qiynalganman. Oyim aytardilar, o'tasan hali, yutasan, unaqa dema derdilar. Qo'rqardim, chunki u yerda yo maktabda o'quvchilari ham qatnashardi, ular faqat ingliz tilida gaplashardi. Shuning uchun qo'rqardim. Men o'ylardimki, bizdan ham yaxshi maktablar bor deb. O'shaning uchun qo'rqqanman rosa. Oyim bo'lsa, sen o'tasan hali, men senga ishonaman. Hamma ishonyapti senga, sen ayblisan deganlardan keyin turtki bo'lgan ekan o'sha. Ota-onalarga maslahatim, farzandinglarni yoshligidan e'tibor beringlar, farzandinglarga yoshligidan o'zinglar motivatsiya bersanglar, qaysi tilni o'rganishdan qat'iy nazar vaqtliroq boshlash kerak. Tilni boshlaganda mana faqat o'qituvchilarga bog'lab qo'ymanglar, o'zinglar ham shug'ullaninglar buni ustida. O'qituvchi darsni o'tadi, lekin farzandiga ota-onalar ham o'zi sababchi bo'ladi. Kamroq telefonda o'tirib, bolalar ko'proq kitob o'qib, ko'proq o'quv markazlariga borib, ingliz tili, arab tili, rus tili, nemis tili, fransuz tilini o'rgansa, ertaga bolajonlaringlarning kelajagi uchun, o'zinglar uchun juda ham yaxshi natijalar olasizlar. Ertaga farzandinglar yaxshi inson bo'lib yetishishiga mana tillarni o'rganganda o'zinglar ham kelajakda xursand bo'lib o'tirishinglarga sabab bo'ladi. 11 yoshli qizim mana shu darajaga yetganda men ona sifatida juda ham xursandman. Farzandimni men 8 yoshidan bu narsaga e'tibor berib, tilga berganimdan faxrlanaman men. Bu Zinnur akademiyasidagi rahbarlarga va ustozlarga juda ham katta tashakkur bildiraman. Rahmat ularga. Ko'p o'rtoqlar bo'lgan, lekin bu yerdagi o'sha metodlar juda ham yaxshi edi. Qiziqarli o'yinlar bilan keyin kinolarni tahlil qilib, kinolarni to'xtatib ustoz so'raydilar, nima haqida bo'ldi deb inglizchasiga aytib berish kerak edi. Bu yerda eng kattasi, bu yerda Zinnur o'zining kartochkalari bor. Pul, ya'ni qog'oz pullari. Bu yerda bolalar o'sha narsani, o'sha pulni olish uchun ko'proq o'qishadi. Agar o'ylaydiki, men ko'proq shunday yig'sam, Zinnur o'zida o'yinchoqlari bor. O'sha pullarga sotib olish mumkin. Yutasan sen, lekin har kuni keldi menga. Tavakkal qilgin u narsaga dedim-da. Tavakkal qil, yutasan dedim. Sen o'zing ham yaxshilab shug'ullanavergin dedim. O'qituvchilar kelib tayinlantiryapti, oyi deydi. Yutasan dedim. Shu bilan 9 9 ga kirib ketish, kechqurun 8 ga chiqishdi ungacha. Lekin men o'tda nima bo'lyapti, nima deyapti dedim-da. Keyin o'tdek bolalarni ko'rib men anaqaga tushdim, tahlikaga. Meni qizim yutami ekan? Chunki shunda oddiy bizga o'xshab gaplashib o'tirgan bolalar ham ingliz tilida gaplashyapti-da. Voy, yutami ekan meni bolam, yutami ekan. Shuncha 600 ta bola qatnashyapti, bu yutmay qolsa-chi degan fikr ham bo'ldi-da. Keyin bu yog'i dedim, tavakkal dedim. Kirib ketgandan keyin shu bilan o'tiribman. Obedga shu bilan obedga chiqishdi. Pas tanaffus berdi-da. Nima bo'lyapti desam, "Yo, 3 ta anaqasidan savoldan o'tdik" dedi. 3 ta savoldan o'tdik dedi. Undan keyin men xotirjam bo'ldim. Keyin yana kirib ketishdi ikkinchi anaqasiga. Ikkinchi raundga yana kirib ketishdi. Shu bilan chiqib keldi. Nima bo'ldi desam, "Yo'q, hammasi a'lo darajada" dedi. Keyin ikkinchi bosqichiga o'tdim dedi. O'tda ikkita bosqich bo'ldi. O'zi birinchi bosqichida bular bittasida qatnashib chiqishdi. Ikkinchi bosqichi 3 kundan keyin bo'ldi. Keyin shu bilan 3 kundan keyin olib borganimdan keyin 3-bosqichida yana ertalab kirib ketishdi. Kechqurun soat 9 ga chiqishdi unda. Kechqurun 9 ga chiqishdi. Shunda u kuni men bormadim. Ikkinchi raund kuni bormadim. Ikkinchi raund kuni uyda o'tirdim. Yuragim taqlikada, voy, yutarmikan, nima bo'lar ekan, bu chetga chiqarmikan, yo'qmi ekan meni qizim. Lekin bilim darajasiga ishonyapman. Lekin bolalarni bunaqa bilimliligini ko'rib, bolalarda juda ham aniq kuchliligi uchun til nima bo'lar ekan bu yog'i dedim. Yo'q, keyin o'sha yerdan o'qituvchilar telefon qilganda aytdim, "Voh, meni qizim ham yutibdi shu yerga" dedim. 600 ta o'quvchining ichida 20 ta bola yutdi. 20 taning ichida sizni Usmonova Mubina qizingiz ham bor degandan keyin undan keyin shunday bo'shashib yig'lab bordim-da keyin. Keyin onamga birinchi bo'lib onamga telefon qildim. "Ona" dedim, "qizim yutibdi meni." Desam, onam ham "Mana shuncha yoshligidan va bilimga jo'natganing, bunga til o'rgattirishga pul sarflangani uchun ham mana bu senga mukofot bo'ldi" deb onam juda xursand bo'ldilar bu narsadan. Kimga aytishni bilmayman. Hammaga aytib ko'rdim. Ishxonamga ham aytdim bu narsani. Endi bab Shanxayga yutishi bu menga juda ham katta motivatsiya bo'ldi. O'zim xursandchiligim cheki yo'q bo'ldi. Ustozlari tabriklashdi. Shu mana shu baribir birinchi fundamentda Zinnur akademiyasidan bo'lgani uchun, ustozi juda ham yaxshi bilimini, fundamentini zo'r qilib bergani uchun, ustozda farzandim o'zida ham bu bilimga intilish bo'lgani uchun, ikki taraflama ishlangani uchun ham shu darajaga yetdi deb o'yladim o'zim ham baribir.
Hop, biz olimpiada borganimda 9 dan 8 gacha bo'ldi. Juda ham qiyin bo'ldi. Eplayman dedim. Yonimdagi sheriklarim menga yordam berishdi. Shu bilan biz yaxshiroq harakat qildik. Ustozim o'rgatgan metodlar bilan harakat qildik. Biz shu bilan o'tishimizga ishondik. Javoblar chiqayotganda rosa qo'rqdik. Keyin o'tildi degan narsa chiqqanda hamma baqiryapti, xursand hamma. Medallar berishdi, bizga kuboklar berishdi, sertifikatlar berishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Tushuntirib bera olmayman. O'tdan chiqqandan keyin oyimga qildim. Birinchi o'zi oyimga qildim. Aytdimki, oyi deb xafa bo'lib gapirdimda, keyin frank qildim oyimga. Keyin oyi o'tdimman dedim. Oyim ham xursand bo'ldilar. Keyin men senga ishongandim dedilar. Oyim turtki beradilar ko'p. Qil darsingni, telefondan nima foyda deydilar. Ko'proq Pokiston, amerikalik ruslar o'ynaydi o'yinni. Ko'p o'rta orttirganman o'sha o'yinda. Inglizcha gaplashaman ular bilan. Charchoqlar chiqdi. Menda bu narsada charchoqlar chiqdi. Xursand bo'lganimdan endi keyingi mana yozda bo'ladigan Shanxay olimpiadasiga xudo xolisa bu yoqqa kuch sarflaganmiz. Bu yoqqa yana ham buni bilim darajasini oshirib, Shanxaydagi olimpiadada yutsa, Amerikaga ketib, olimpiadada qatnashishiga juda ham xohlayapman bu narsani. Meni qizim yutishiga men ishonaman. Shanxayga boradiganlar O'zbekiston, hamma davlat, Indoneziya bo'lishi mumkin, masalan, Mongoliya, har xil davlatlar, amerikanslar kelishi mumkin, masalan, Xitoylik kelishi mumkin. Yo'lda bo'ladigan narsalar shou bo'ladi, qobiliyatlarni ko'rsatiladi u yerda. Ashula aytishadi har xil. Xitoyga biz 10-avgustda ketamiz. Men u olimpiadada yutishimga ishonaman. O'zimga ishonch bildiraman, sheriklarimga ham ishonch bildiraman. Agar biz qattiq tayyorlansak, natija ham shunaqa bo'ladi. Natija yaxshi bo'lishiga men ishonaman. Tengdoshlarimga tavsiyam bu yaxshi o'qish. Masalan, eplolmayman, men qilolmayman, men o'zimga ishonmayman degan emas. O'zlariga ishonsa, hamma ularga ishonadi. Ishonch bildirishligi uchun ular yaxshi o'qishi kerak deb o'ylayman. Men ularga tavsiya beradigan akademiyam bu Zinur akademiya. Zinur akademiya eng zo'ri.